qabulchilar qadar charchamasdan yursinlarmi, hisobi yurtda qiynalmasdan charchamasdan mehnat qilib sovuqlarda yurgan ukaxonlarim sizlarga men murojaat qilyapman. Andijon viloyati Qoratepa tumanida yashayman. Kabiri bilan ijarada turamiz. Hozirda Qirg'izistonga o'tsam ham O'zbekistonda Vatikan bozorida ishlasam bir kun ish bo'lyapti, 4 kun ish bo'lmayapti. Shuning hisobiga qiynalib qoldik. Shu ozgina yordam qilib qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh hayotimiz yaxshi bo'lib ketadi. Avvaldan rahmat. Hammalaringlarga kuch-quvvat bersin. Alloh rozi bo'lsin qilayotgan ehsoninglardan. Barchaga bahramand bo'lishni Alloh nasib aylasin. Shuning uchun duo qiling. Allohumma aksir aqibatana fi umri kulliha wa ajina bi hayz fi azabil rahmat.